Assalomu alaykum. Avvalroq loyihalarni nazorat qilish, bo'lib berish bo'yicha qisqacha ma'lumot beruvdik. Bu uchun Trello dasturidan foydalangan afzal deb shu Trello dasturidan foydalanish bo'yicha qisqacha video darslik joylayapmiz. Telegramdagi Bazis 3D mebelchilar guruhi kanaliga. Xo'sh, ekranimda ko'rib turibsiz, chap tomonda Android emulyatori bor, o'ng tomonida Android emulyatori bor. Dvijoklari ikkita. Masalan, hozir bu yoqda bitta loyiha yaratamizda, bu ekrandagi Android xuddi ishchi sifatida loyihalarni ko'chirish, loyihalarni ko'rish, ikkita Androidda bo'layotgan jarayonlarni ko'rsatib beraman. Xo'sh, Trello dasturini yuklab olganingizdan keyin kanalda bor, Play Marketdan yuklab olsangiz bo'ladi. Yuklab olganingizdan ro'yxatdan o'tishda Google akkauntingiz orqali ro'yxatdan o'tsangiz, Google akkauntingizda qanaqa nom bo'lsa, ism familiyangiz bo'lsa, shu ism familiya bo'yicha sizni ro'yxatdan o'tkazadi va sizga ism beradi, nick link beradi. Demak, meniki masalan Ikromov 3D, kuchukcha Ikromov 3D bilan shu yerga nomlagan. Endi Trello dasturidan ro'yxatdan o'tganingizdan keyin birinchi siz nastroykada yoqib qo'yishingiz kerak bo'lgan narsa bor. Bu o'zingizni nastroykangizga workspace'ga kirganingizda mana visibility degan joyda publicga yoqib qo'yamiz. Endi bu programmani ruscha qilib olsangiz bo'ladi. Ko'proq ingliz tili menga sal qulayroq bo'lgani uchun shunga ingliz tilida hozir ishlayapmiz. Visibility bu public. Bu nima? Masalan, men rahbarman. Bu chap tomondagi oq ekranda men bitta yangi loyiha qildimda, endi men o'ng tomondagi ishchimni shu loyihaga qo'shmoqchiman. Shunda men ishchimni qidirganimda, agar public turgan bo'lsa, uni topa olaman. Agar private qilib olgan bo'lsa, men uni qidirib topa olmayman. Shuning uchun ishchilaringizga tushuntirib qo'ysangiz, publicga yoqib qo'yishsa, keyinchalik keyingi loyihalarga siz ularni qo'sha olasiz. Endi ishimizni chap tomondagi oq ekrandan boshlaymiz. Bu yerda biz birinchi yangi shablon doska yasab olamiz. Create board qilamiz. Xo'p, bu yerga shablon deb olamiz. Workspace private qilib qo'yamiz. Bu nima? Ish stoliga kim bu loyihaga kimlarni qo'shilsa, faqat shularga ko'rinsin. Va doskaga masalan ranglar yoki o'zingiz birorta rasm, fon joylasangiz bo'ladi. Endi shablon bo'lgani uchun shablonga biz shunchaki bitta rangga biriktirib qo'ysak bo'ladi. Create board qilamiz. Mana shablon ochildi. Bu yerda nima? Bu yerda ish proseslarini o'zingizga moslab yozib olasiz. Masalan, birinchi buyurtmadan keyin kroydan keyin kromkadan keyin upakovkadan keyin dostavka, keyin ustanovka. Shu proseslarni, listlarni tuzib olasiz. Shu list qatoriga loyihalaringizni yozilaveradi. Ishchilaringiz shu masalan kroydan kromkaga o'tdi, bundan bunga o'tdi deb loyihalarni buni shunchaki olib bu yoqqa otib qo'yishadi xolos, bo'ldi. Prosta siz hammani bezovta qilmaysiz. Qaysi ish qayda bo'lyapti, nima bo'lyapti deb tekshirmaysiz. Demak, birinchi shablonni nastroyka qilib olamiz, sozlab olamiz, nastroykaga kirib yulduzcha qo'yib qo'yasiz. Chunki doim mana shu yerda ko'rinib turadi. Yangi oy uchun loyiha qilayotganingizda, hozir tushuntirganimdek dostavka, buyurtma, kroy, ustanovka deb listlar ochib o'tirmaysizda, tayyor ochib qo'yilgandan kopiya qilib ishlatasiz. Shuning uchun doim eng birinchida manitka zakribit qilib qo'yilgan bo'ladi. Shuning uchun mana nastroykadan yulduzchani bosib qo'yasiz. Xo'sh, qulf bosib qo'yamiz. Faqat kim bu doskaga qo'shgan bo'lsak, faqat shularga ko'rinishi uchun. Save. Demak, 2 nuqtaga kiramiz. Nomi shablon, workspace, mana workspace'imda ish stoli degani. Xo'sh, available offline ga yoqib qo'yamiz. Bu nima? Loyihani internet bo'lmaganda ham telefonda
Kroydan Chromekaga o'tdi, undan bunga o'tdi deb yozib qo'yilaveradi. O'tkazib qo'yaverasiz. Xo'sh, masalan, internet yonganida kiritgan ma'lumotlaringiz o'zi yuklanib oladi. O'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu faqat bu programmani ishlatish uchun faqat internet bo'lishi kerak. Internet yo'q, masalan, proses o'zgarsa, Kroydan Chromekaga o'tsa, o'zi sizga tring etadi. Mana bu ishga o'tdi degan оповещение keladi. Demak, buni o'chirib qo'ysangiz, siz Kroydan Chromekaga o'tkazayotgan xodimingiz ishlatish uchun albatta internet yoqishga majbur. Masalan, Kroydan Chromekaga o'tkazdi, internetini yoqmadi, oradan bir kun o'tdi, lekin siz qarasangiz, Kroyda turgan bo'ladi, nimangiz, ishchingizda o'sha Chromekada turgan bo'ladi. Sababi u hali internet yoqmadi, telefonidagi ma'lumotlar yangilangani yo'q. Xo'sh, endi kartochkalar. O'zingizlarga kerakli bo'lgan ключевой so'zlar bilan kartochkalar qolsanglar bo'ladi. Masalan, xo'p, puli, masalan, puli to'langan yoki masalan mana qizilga kirib, yo xohlagan rangingizni bosib turib, hop, bajar, ya'ni juda ham muhim, bu ish birinchi o'rinda chiqib ketishi kerak. Shunaqa ishlarni, kartochkalarni tuzib yozsangiz bo'ladi. Kartochka qo'shish uchun mana plyusni bosasiz, rang tanlab turib, yoki tak label yoki kirib, masalan, mana delete bosganimizda mana o'chib ketadi. Delete, keraksizlarni o'chirib tashlayverasiz. Delete. Keyin yana bitta narsa. Xo'sh, sizda birinchi mana show label names on card front. Mana bu nomlar shu kartochkani tepasida ko'rinib tursin. Agar mana show label bossangiz ko'rinib turadi. Agar bosganingizda mana hide label turgan bo'lsa, shuni bossangiz faqat ranglar o'zi ko'rinadi xolos. Bu rang nimani anglatishini bilmaysiz yoki sizni shogirdlaringiz bilishmaydi. Shuning uchun show qilib qo'ysangiz, shu kartochkalar nima deydi, ma'lumot berishini anglatib turadi. Xo'sh, next one, visibility. Buni private qilib qo'yamiz. Xo'p, comment yoza oladimi? Avtobar yo'q, bu bo'ldi. Comment yozish oladimi, yo'qmi? Bu doskaga shu narsa. Keyin shu doskaga siz faqat xodim ishchi qo'shasizmi yoki sizni ishchilaringiz ham ishchi qo'sha oladimi? Shu narsani nastroykasi. Masalan, may oyi uchun siz 4 kishini qo'shdingiz. Yana 5-kishi qo'shiladigan bo'lsa, siz orqali bo'ladimi yoki любой qo'shgan odamlaringiz ham boshqa ishchini qo'shisha oladimi? Shuni yoqib qo'yish nastroykada. Xo'p, va рабочий stolni tahrirlashga ruxsat berish yoki olib tashlash. Bo'ldi. Xo'p, mana endi listlarni, jarayonlarni. Masalan, birinchisi buyurtmalar. Okay. Add list qilamiz. Kroy. Okay. Keyingisi Chromeka masalan. Uchinchisi upakovka. Xo'p, keyingisi dostavka masalan. Keyingisi masalan sborka yoki o'sha yig'ish o'rnatishda. Keyingisi masalan tayyor yoki topshirildi. Shu jarayonlar mana turibdi. Jarayonlarni o'zingizga moslab yozib olasiz. Bo'ldi. Mana shablon tayyor. Endi shu shablondan biz nusxa olamiz. Kirganingizda, nastroykaga kirganingizda mana kopiyani bosamiz. Mana may oyi loyihalari deb qo'yamiz masalan yoki Toshkent, Namangan qilib
Andijon qilib bo'lib qo'yishingiz mumkin. Voha viloyat tumanlar. Not be copy. Xo'sh, workspace private qo'yamiz. Name will not be copied. Boshqa xodimlar bu shablondan nusxa ola oladimi yo'qmi, shu narsani yoqib qo'yish. Mana bo'ldi. Bizga mana shablon bor, may oyi loyihalari bor. May oyi loyihalarini kiramiz nastroykasiga, mana invite qilamiz, xodim chaqiramiz bu yerga. Ikromov 3D. Mana uni yozdik, chiqdi. Agar bizning nastroykamizdan mana bu ochiq bo'lganda, visibility private turgan bo'lganda, chiqmasi lozim, public bo'lgani uchun mana yerda ko'rinib chiqyapti. Xo'sh, mana portga o'tamiz. Hozir bu yerda hech narsa yo'q. Plyusni bosganimda may oyi loyihalari bunga ham o'tdi mana. Xodimingiz o'zi qo'shildi degan. Xo'p, qaytamiz. Xo'sh, mana endi rangini buni o'zgartirib qo'yamiz. Rasm qo'yib qo'yishingiz mumkin. Endi rasm ham masalan may bo'ladigan bo'lsa, mana uni yoki qaysidir voha, tumanlarga bo'ladigan bo'lsa, shunga qarab turib o'zgartirib qo'ysangiz bo'ladi. Qizilroq bo'lib tursa, yondiradi, kuydiradi. May loyihalar. Mana xodimingiz kirdi. Kirganda hamma listlar hali bo'sh. U ham qo'shishi mumkin, siz ham qo'shishingiz mumkin. Kartani qo'shish. Masalan, Rustam aka. Aytaylik, tak, garderob. Masalan, Dilshod aka. Xo'p, Dilshod aka masalan, Spaniy garnitur. Xo'p. Mana ko'rinib turibdi. Masalan, Rustam akaga kirdingiz. Kirganingizda siz bu yerga xo'p, nima deydi? Kommentariy deydimi? Shu proyekt haqida ma'lumot yozib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, garderob. Xo'p, garderob bo'lsa, yo razmerlarini, o'lchamlari deb turib, o'lchamlarini yozib qo'ysangiz bo'ladi. Yoki stili masalan, neoklassika. Ranglari shu ma'lumotlar yozib, mana bitechkani bosib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, mana ma'lumotlar qo'shilyapti bu yerda. Xo'p, label. Pul to'langan masalan bu ekaniki. Xo'p, member a'zolar. Bu kartani a'zolariga masalan kimlar tegishlik, masalan may oyi loyihalarida 10 kishi bo'ladigan bo'lsa, bu loyihaga siz 2 kishini biriktirgansiz. Shularni bitechka qilib qo'ysangiz bo'ladi. Yoki qilmasangiz ham bo'ladi, agar vaqt ketadi, maydalashadi desangiz. Xo'p, proyekt boshlanishi 23-may soat 9 da. Xo'p, davom etishligi qachon? Xo'p, 23-maydami? Xo'sh, bizga masalan kunini belgilash. Bizga 30-mayda masalan, soat 9 ga yoki abitga topshirish kerak. Yoki o'zingiz vaqtini belgilaysiz. Soat masalan 1. Xo'p, 1dan 1:30. Xo'p, agar AM bo'ladigan bo'lsa, bu kechasi 12dan keyin 1 bo'ladi, shu vaqt bo'ladi. Agar PM bo'lsa, abitdan keyingi 1 bo'ladi. Xo'p, okey. Xo'p, ogohlantirish, budilnik qo'yish. 1 kun oldin, 2 kun oldin, 1 kun oldin deylik. Yoki 2 kun oldin
budilnik beradi, ogohlantiradi hammani. Loyiha haqida. Loyiha bitmagan bo'lsa, ogohlantiradi. Agar bitgan bo'lsa, indamaydi. Xo'p. Sizni ham ogohlantirsinmi, yo'qmi? Shuni bosib qo'yasiz. Ketdi. Yo'q, bu narsa emas ekan. Xo'sh, endi bu yerga rasmlarni zakrepish qilib qo'ysangiz, ilova qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Masalan, mana rasm qo'shib qo'ydim men. Aytaylik mana. Loyihani nomi, tugash sanasi, qo'shimcha ma'lumotlari va bitta rasm yuklandi deyapti. Agar yo'q, menga bunaqa joy egallab turibdi, menga faqat nomi tursin, rasm kerak emas deydigan bo'lsangiz, remove card cover deganni bosib qo'ysangiz, rasm shu yerda turadi, lekin mana bu yerda rasm ko'rinmaydi. Xo'p, endi checklist nima? Checklist xo'p, masalan, shu loyihaga tegishli bo'lgan qanaqadir bir ma'lumot bo'lsin-da, shu narsa har bitta bajarilishi kerak, bitechka qilib qo'yilishi kerak bo'ladigan narsalar. Masalan, hop, loyihaga hop kraska olish, masalan, kraska olish bitechka ketdi. Hop, keyingisi yana nima? Xo'sh. Masalan, jilvirlash protsessi undan o'tdi. Masalan, endi mayda-chuyda protsessni ham shu yozib qo'yamiz. Masalan, furnitura olish, bu proyektga tegishli bo'lgan furnituralarni olish. Shu narsalarni mana yozib qo'ydingiz, bo'ldi. Endi hop, mana activity nima degani? Show detail bossangiz, shu kartochkani ichida kim qanaqa amal bajargan bo'lsa, shu narsani xotirasiga yozib oladi. Masalan, boshqa xodimingiz birovi nomidan mana yerga bitechka qo'yib qo'ygan bo'lsa ham shu yerda ko'rinadi. Falonchi kishi falon soat oldin mana bunaqa amal bajardi. Rasmni o'chirib tashladi, rasm qo'shdi, kimnidir qo'shdi, vaqtni o'zgartirib qo'ydi. Umuman qanaqa jarayon bo'lsa, shu jarayonlarni yozib boradi, bularni o'chirib bo'lmaydi. Xo'sh, mana bo'ldi. Masalan, xodimimiz bu yoqdan kirganida mana unga ko'rinib turadi. Puli to'langan ekan, masalan. Falon vaqtda boshlanar, falon vaqtda tugar ekan, mana rasmni ko'ra oladi. Kraska olish, jilvirlash, shunaqa jarayonlar. Masalan, kraska olindi yoki jilvirlandi bo'lsa, bitechka qo'ysa, o'sha bu yoqda ko'rinadi. Mana activity'ni bossak, mana Ikromov turadi deyapti. Ozgina sekund oldin, ma'lum vaqt oldin kraska olish degan narsani bajardi, completed, tugallatdi degan. Shunaqa. Hop, buni bosib qo'yadigan bo'lsak, mana kraska olish degan narsani olib tashladi. Qilingan o'zi bitishga qo'yilgan edi, lekin u olib tashladi deyapti. Xo'sh, endi mana bo'ldi loyiha. Mana loyiha tayyor. Dilshod akada ham xuddi shunaqa ma'lumotlarni yozib checklistga, masalan, spalni garniturda shkafi, boshqa narsalarni yozib, furnitura olish kerak, oldingmi yo'qmi, shunaqa joylarga bitechka qo'yib qo'yasiz. Telefon qilib o'tirmaysiz. Shunaqa kirasiz loyihaga, ko'rasiz. Checklistda nimani urgan bo'lsa, yaxshi, urmagan bo'lsa yo'q. Endi loyihani kronkaga qanday olinadi? Bu telefonda juda ham oson, hozir kompyuterda sal noqulay bo'ladi. Qanaqa? Mana loyihani ushlab turib bu yoqqa tortsa, loyihani hozir qani mana noqulay shift bilanmi, alt bilanmi ishlamas ekan. Kompyuterda ishlamas ekan. Shu Rustam akani ushlab turib bu yoqqa qo'ysa, kroyga shuni otilib tushib qoladi. Masalan, kompyuterda qanday bo'ladi? Kirib turib mana move bosganda buyurtmadan kroy. Hozir mana bunday qilaylik. Mana bunga kirib move buyurtmadan kroyga olib o'tgan desak, mana kroyga ish Dilshod Rustam akaning ishi уже kroyda. Kroy protsessida, hali kroy protsessi tugamadi. Kroylanyapti. Dilshod akaning ishi hali boshlangani yo'q, hali kroyga ham tashlangani yo'q. Xo'p, masalan, endi buni Rustam akani kroydan kronkaga masalan
olib o'tsak, mana kronkaga o'tdi Dilshod akani ish, Rustam akani ish. Shu holatda loyiha bajariladi. Endi masalan, siz telefoningiz shu holatda o'chiq turibdi va men mana buni xo'p, kronkadan mana upakovka, dostavka qaysidirga olib o'tib qo'ydim. O'z mashinada bir narsa bo'lishi kerak edi. Dostavka, yig'ish o'rnatish. Okey. Mana yerda jarayon o'zgarganligi haqida signal berdi. Xo'p, bu signal berdi. Mana bu narsani yoqib qo'ymagan ekanman bu yerga. Xo'p, push notification setting. Tak. Qaytamiz. Xo'sh. Jilvirlarni mana ularni yoqib qo'ysak, masalan, shu joyda bir narsa qolib ketibdi. Foydali narsa, loyihalar har bittasi etaplarga o'tganda telefoningizda qo'ng'iroq chalinadi, оповещение, сообщение kelgandek programma signal beradi. Kronkadan bunga o'tdi, bundan bunga o'tdi deganda. Shuning uchun mana boya qoldirib ketdik. Masalan, mana buni bosib qo'yadigan bo'lsak, mana bundan qo'ng'iroq keldi. Sizni shunga loyihaga qo'shib qo'yishdi. O'sha signal keldi. Masalan, endi bundan chiqib, masalan, buni o'sha upakovkadan yig'ishga ketdi. Dostavka o'sha ketdi deydigan bo'lsak, mana o'sha bu yoqda qo'ng'iroq chaladi. Kirganda falon ish falon joyga ketdi yoki o'zgardi loyiha degan signal keladi. Shu bilan keyin o'rnatish, xo'p, masalan, topshirildi. Xo'p, ish topshirilgani hammasi bo'ldi. Bo'lgan bo'lsa, endi loyihani o'chirib tashlash yoki arxivlab qo'yib qo'yish, shunchaki bekitib qo'yadi, ko'rinmay turadi. Mana arxiv ketdi. Arxivlab qo'yildi. Loyihaga kirganda, Rustam aka mana bunga kirganda arxivlangan, hozir bu. Tak. Mana bu yerda arxivlangan kartalar turadi. Hop, restore qilsak joyiga qaytadi. Endi shunga kirib, qani bizni akamiz topshirildi deganda. Endi loyihada mana bu yerda mana hop watch mana buni bosganingizda watch turgan bo'ladi. Bu nima? Shu kartaning ichida har bitta qanaqadir o'zgarish bo'lsa, sizga qo'ng'iroq keladi. Agar stop watching bo'lsangiz, qo'ng'iroq kelmaydi mayda o'zgarishlarga. Shu bilan loyihani mana arxivlab qo'ysak, keyingi loyihani shu protsesslardan o'tkazib, shuni olib turib bu yoqqa tashlashadi. Erinmasdan shu narsa bo'lsa, xat bezovta qilinavermaydi. Ish qaysi protsessda bo'layotganiga bezovta qilinavermaydi. Уже yarim kechasi ham ish qaysi protsessda turganini ertangi kungi rejalaringizni rejalashtirib olsangiz bo'ladi. Juda ham oson. Xudo xohlasa hammaga manfaatli bo'ladi.